joriy yilning 19-avgustidagi 137-sonli Prezident farmonining ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tibbiy buyumlar sifat menejment tizimlari tartibga solish maqsadlari uchun talablar deb nomlangan yangi milliy standarti ishlab chiqildi. Mazkur standart 2025-yil 30-sentyabrda davlat reyestriga kiritildi hamda 2025-yil 30-oktyabr sanasidan boshlab mamlakat hududida kuchga kirgan. Ushbu yangi milliy standart tibbiy buyumlar xavfsizligini va sifatini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Ushbu yangi milliy standart tibbiy buyumlar ishlab chiquvchi, ishlab chiqaruvchi hamda ularni yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni sifat menejmenti tizimlariga bo'lgan talablarni belgilab beradi. Ushbu milliy standartni joriy etilishi quyidagi imkoniyatlarni yaratadi. Tibbiy mahsulotlarni sifati va xavfsizligi ustidan nazoratni kuchaytirish, milliy sog'liqni saqlash tizimini samaradorligini oshirish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va ularning xalqaro bozorga chiqishini ta'minlash kabi imkoniyatlarni yaratadi. Ushbu milliy standart xalqaro ISO 13485 standarti bilan to'liq mos keladi. Bu esa o'z navbatida mahalliy korxonalarni dunyoning ilg'or korxonalarida qo'llaniladigan sifat menejment tizimlarini joriy etish imkoniyatini yaratadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ushbu yangi milliy standartni joriy qilinishi mamlakatimizda tibbiy buyumlar sohasida yangi qadam hisoblanadi. Bu o'sha mamlakatimizda tibbiy buyumlarni sifatli, xavfsiz ishlab chiqarishni ta'minlab beradi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu esa o'z navbatida mamlakatimiz sog'liqni saqlash tizimini rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi deb hisoblayman.